Diqqat qilib turinglar, kitob o'qiydigan, dars o'qiydigan ukalar. Hasan Basriydan so'rashdi. Ey Abu Said, men Qur'on halqasida o'tiraman. Odamlarga Qur'ondan dars beraman. Shu vaqtda onam kechki ovqatni yemasdan meni kutib uyda o'tiradi. Shunday qilish men uchun halol bo'ladimi? Onam ovqat yemasdan meni kutib o'tirishi halol bo'ladimi? Hasan Basriy javob berdi. U bilan kechki ovqatni yeyishing va mana shundan onangni ko'zi quvonishligi men uchun tatovu qiladigan hajlaringdan ko'ra afzalroq dedi. Bu Qur'on tilovat emas. Ikkinchi marta, uchinchi marta borgan haj ibodatingdan ko'ra onangni oldida o'tirib, u bilan ovqatlanib, uni ko'zini quvontirishliging dedi.